Tushunmadim. Nega 11 ming to'layman? To'lamayman hech qanaqa 11 ming. Voy, shirmanda. Bermayman-man. Negativga qo'ying. Nima? Yuring. Qarang, mana necha pul yozibdi. 21968 so'm. Siz oladigan joyda necha pul edi? Men qayerdan bilaman, sizga esimdami? Aniq siz oladigan joydan arzon. Faqat bu emas, bu yerda hamma narsa bozor narxida yoki undan ham arzon. Bismartda ustiga falon pul foyda qo'yishmaydi. Mazza qilib xohlaganingizcha arzon narxlarda bozor qilasiz. Va sizga shu narxda yetkazib berishgani uchun hamma bozorligingizga 11 ming qo'shib to'laysiz xizmatlariga. Tushundingizmi? Shunda 16 minglik bananni 27 mingga olaman. Nima arzon? Baraka topkur 50 minggacha umuman xizmat to'lamaysiz. 11 mingni 50 mingdan oshgan summaga to'laysiz. Necha pulgacha? Xohlaganingizcha, xohlasangiz 100 minglik, xohlasangiz 300 minglik, xohlasangiz 1 millionlik bozorlik qiling. Boshqa davlatlarda bunaqa tizimda ishlaydigan supermarketlar tiqilib yotibdi. Bizga endi kirib keldi-da. 11 ming. Hisobing zato qancha foyda qilasiz? Unda yaxshi ekan. Videoni hamma negativlarga fiting qilib jo'natib qo'ying. Ular ham tushunib olishsa nimaga 11 ming to'lash kerakligini.